Mana qisqa davr ichida tibbiyot xodimlari uchun eng avvalo xavfsiz mehnat sharoiti uchun zamonaviy tibbiyot muassasalarini qurilayotganligi, bu sohada olib borilayotgan juda katta bunyodkorlik ishlari va biz yillar davomida orzu qilib kelgan yuqori texnologiyalarni tibbiyotga bugun O'zbekistonimizning nafaqat markaziy shaharlarda, balki eng chekka olis hududlarda, qishloqlarda ham kirib kelinayotgani albatta biz tibbiyotchilarni quvontiradi. Yaqin yillarda ham biz oddiygina bir tibbiy asbob uskunalariga muhtoj bo'lib yurardik. Yoki bo'lmasam rivojlangan, ixtisoslashgan ilmiy markazlarda, respublika poytaxtdagi ilmiy markazlarda bor edi. Ikkinchidan, yuqori texnologik murakkab operatsiyalarga xalqimiz xorijlarga borib, bir necha hatto yillab tirbandlik bilan navbat kutib turganlarini biz shohidi bo'lganmiz. Hozirgi kunda respublika miqyosida amalga oshirilayotgan 408 turdagi operatsiya amaliyotlarini bugun bizni Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 268 tasi mahalliy yosh iqtidorli kadrlarimiz tomonidan yuqori texnologiyalarni qo'llagan holda juda osonlik bilan amalga oshirilyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Davlatimiz rahbari aytganidek, bizni xalqimiz kutgan, ya'ni xalq rozi bo'ladigan tibbiyotni shakllantirish uchun bugun Farg'onada juda katta bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Men o'ylayman, mana shu agar davlat tomonidan berilayotgan e'tibordan biz tibbiyotchilar to'g'ri xulosa qilgan holda ilmiy amaliy yutuqlarimizni yanada rivojlantirib, tibbiyot sohasini birlamchi tibbiy sanitariya bo'g'imiga rahbarimiz aytayotgan, ya'ni kuyunib gapirayotgan gaplardan xulosa qilgan holda xalqimiz sog'lom paytida biz ularni salomatligini saqlashga erishadigan bo'lsak, albatta kasalliklarni oldini olamiz, asoratlar bo'lmaydi va nogironlik ham bo'lmaydi. Bundan xulosa qilish qanday bo'ladi? Ya'ni xalqimizni o'rtacha umr ko'rishi bugungi kundan ham ziyoda bo'ladi.